Juda ko'p sotilayotgan iPad 10 unpacking qilamizmi? Именно ko'k rangini men zakaz qildim. Ochib ko'ramiz. Ana. Rangi lekin juda ham chiroyli ekan. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Type-C li zaryadga oladigan joyi. Bu 11 dyuymli. Rangi lekin ko'k rangi menga juda ham yoqdi. Mana shu rang yoqqanligi uchun men zakaz qildim. Va iPadda eng asosiy hozirgi kunda galovka muammo bo'layotgan bo'lsa, siz iPad sotib olsangiz, galovka o'zini korobkasidan chiqadi. 20 wattli. Type-C mana kabeli. Hatyobi mana shu iPhone shu yili 17 chiqadi. Mana shu iPhone 17 ga galovka tiqib ber, mana shu galovkani tiqib ber, iPadlarga tiqadi, MacBooklarga tiqadi, lekin mana shu iPhone ga kelganda iPad galovkaga tiqishi menimcha esligidan chiqarib qo'yishsa kerak. Lekin mana shu ko'k rangi menga juda ham yoqdi. Juda ham chiroyli. Mana shu iPad hammaga nasib qilsin. Siz esa videoga like bosib qo'ying.